Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universitetida O'zbekistonni kashf eting mavzusidagi yozgi maktab 2025 o'z ishini boshladi. Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti iqtidorli talabalari esa samimiy va faol mezbonlikni o'z zimmasiga oldilar. Ilmiy sessiyalar chuqur tahlil va dolzarb mavzularni qamrab oldi. Psixologik treninglarda diqqat jarayonlari va uning rivoji bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Tashrif dasturiga O'zbekiston tarixi muzeyi, Chorsu bozori, Tungi Toshkent sayli hamda qadimiy Samarqand ziyoratlari ham kiritilgan bo'lib, ishtirokchilar uchun unutilmas taassurotlar baxsh etdi. Musiqiy madaniy kechalar, tog'li hududlarga sayohatlar, ijodiy uchrashuvlar barchasi ishtirokchilar uchun bilim va dam olish uyg'unligida o'tdi. Universitetning ilmiy ishlar bo'yicha prorektori professor Ma'rufjon Yo'ldoshev tomonidan ishtirokchilarga mualliflik hamda sohaga oid bir qator qimmatli tuhfa, kitoblar taqdim etildi. Bu esa yoshlar uchun katta ilhom manbai bo'ldi. Tadbir ishtirokchilarning fikr-mulohazalari, iliq taassurotlari bilan yakun topdi. Sertifikat topshirish marosimi esa hafta davomida orttirilgan bilim va tajribaning tantanali e'tirofiga aylandi. Ishtirokchilar bu maktabdan nafaqat yangi bilim va ko'nikmalar, balki do'stlik, ilhom va kelajakka ishonch bilan qaytdilar. Yozgi maktab 2025 bu bilimga eltuvchi, qalblarni bog'lovchi, esda qolarli hayot sabog'i bo'ldi. O'zbekistonni biz bilan